Yaxshi keldingizmi, adajoningiz? Charchamadingizmi? Yaxshi, rahmat onajonisi. Bugun bir mantiqiga maza qilib yeylu. Xo'p bo'ladi, adajoningiz. Siz yoqtirgan pirogni ham tayyorlab qo'yganman. Faqat bitta iltimosim bor edi. Ha, qanaqa iltimos? Adajonisi, bola ham katta bo'lib qoldi. Mahalladagi xotinlar bilan ishlasam maylimi? Uyda ham zerikib ketdi. Charchab qolmaysanmi? Yo'q, adajonisi, uy ishi ham epliyman, ishi ham epli. Malades. Men roziman, baroq. Mayli, rahmat adajon. Boshqachasan bir. Ha, xotin yaxshi kelyapsan ishda. Assalomu alaykum. Shuni bitta choy qo'yib issiqni ichinglu. Adasi, meni ishdan kelishimni kutish shartmi? Qiyin ish emas-ku. Men ham ishdan charchab kelaman. To'xta. Shikr o'zi ham qopdimi bu? Ota-onalar majlisiga borarkansiz. Voy bolajonim, xavotirman, ertaga adang boradilar. Nimaga men boraman, o'zing bormaysanmi? Adasi, men ishga ulgurayman, maktabga ulgurayman. Men ham ishli odamman. Bola ham o'zim yoqib ketyaptimi? Ha, adajonisi, men olgan konditsioner qanaqa ekan? Ko'rdim, oddiy ekan. Shu paytgacha qo'lingizga qarab o'tirganimizda uyimizda bitta konditsioner ham bo'lmasdi. Men ishxonadagilar bilan gap o'ynab konditsioner oldim. O'zi to'g'ri aytishgan ekanda. Erkak kishi pul topsa, oilamni bemalol boqaman derkan. Ayol kishi ishlab pul topsa, erimni qo'liga qarab qolmayman derkan. Adasi, bugun gapim ekan. $100 berishim kerak, berib turing, iltimos. Siz ishlayotdingiz, meni qo'limga qarab qolmayapsiz. O'zi ishlab topgan pulingizga konditsioner oldingiz. Ana o'shani sotganda gapingga berib yubor. Kechiring, adasi. Sizni pullaringizda baraka rosa ham ko'p ekan. Meni o'zimning pulim o'zimdan ortmayapti. Xotin, shunaqa. Biz erkaklarni ishlab topgan 1 million so'mimiz, siz ayollar topgan 10 million so'mingizdan barakali bo'ladi. Adasi, mayli. Berib turasizmi? Yo'q. А мы все дальше живем, курим и пьем.